Siz o'zingiz shunaqa qilib o'ntirib Mashin bilan narigini 270 mingga. Mana Lopes 2. Ha, mashinmi? Bizda tuyoq kishi otdi Jennifer Lopes. Qiz bola-yu bizaniki aka. Lopes 2 shu. Ha, bu o'g'il bola ekan bu. Bizadagi qiz bola tuyoq kishi. Tanishtirib qo'yamiz. Siz ba'zi bu prikol qilib gapirmadimi? Siz uni Mana mash to'g'risida gapirdim. 1.5 bo'ldi. Men buni qo'yib borligini bilmadim. 1.4 plus quloq, kalla, garbanos. Bo'yi necha? 1.5. Orqadagi dumba razrez вообще standartga to'g'ri kelmaydi. To'g'ri. Garbani zo'r, qo'yani bashara zo'r ekan, uzunligi zo'r ekan. Lekin razrez yo'q ekan. Har bitta qo'y nimadir anaqa konflikti bo'ladi-ku o'zi. To'g'ri. Lekin buni uzunligi zo'r ekan, anaqasi yuzi zo'r ekan. Tamam, kechirasizlarmi noto'g'ri gapirayotgan bo'lsam? Yana uchinchisi bo'ldi. Chunki dumbasi bu serdechka razrez bo'lishi kerak, chiroyli bo'lishi kerak. Men qishir dumbani ko'rmayman. Yana bitta qishir dumba ko'rsataman. Mana lekin basharasi yo'qdi-yu, lekin narxi yoqmadi aka, to'g'risi. Narxiga qaramang. Nega? Nega qaramayman? Hamma narsa narx-navozi bor aka. Yo'q, bu tushadigan potomklarni ko'ramiz. To'xtalib, mana. Qanaqa potomik Nodirga nima deyapsiz aka? Bolasi. 270 ming dollarga mana shu ikkita qo'y stoyt deysizmi aka? Sizni fikringiz, meni fikrim bo'yicha ne stoyt aka? Tamam. Masala yo'q. Yuraylik, men. Yo'q, masala Siz yo'q. olgan bo'lgan ish hozir yaxshi gapirish kerak bo'lsa, ayting, yaxshi gapirib beraman. Umuman, boricha gapir. Ha, lekin ne stoyt 270 ming dollar. Meni fikrim bu. O'shanga mana shu videoni qo'yaman. Sen ham mana shu o'rtada chiqib, mana shu odamni sababchi o'ylasan, 270 ming dollar qo'y oldirgansan. Endi bu odamni shu ko'zi to'qda, ya'ni. Mayli qo'yaver 270 ming dollar o'zim rozi bo'lib olganman deyapti. Agar men olganimda 270 ming dollar uyini sottirib bo'lsam, pulimni qaytarib olardim. Bu meni fikrim. Bu nima u? Dumbasi ketib qolibdi buni ham. Dumbasi pesholigiga olingan. Yo, sizlar hozir dumbasi razrez deb hamma gapiradi. Ey, men qachon gapirdim? Yo, siz oldingizga kelganda shunaqa deydi-yu. Hammasini men qo'chqonlaringiz dumbasi qishyapti-yu, vasmolga. Mana nima bu? Buni almashtirish kerak. Buni operatsiya qiling buni dumbasini kes. Qidirib olamiz. Lekin qo'ylarni aka, to'g'risini aytaman, to'g'ri. Sizga hozir yoqmayapti, falon pulga olgansiz, lekin 270 ming dollar topish o'zi emas aka. 100 dollar topish uchun odamlar bir haftalar ishlaydi. 20 ming dollar uchun odamlar Rossiyada 2 yillab ishlab, qo'y olib, jvormi bo'lib ketganini ham eshitdim. Ya'ni 270 ming dollar pul topish uchun 10 yil Rossiyada mardigordek bo'lib ishlashing kerak-da, u uchun. Ya'ni men Peterga ham borganman. Shunaqa 270 ming dollar pul topish o'zi emas, akalar, u osondan kelib gapirmang. Hozir xalqqa manfaatli bo'lsin deyapmiz-ku, to'g'ri? Men hozir bo'lmasam Nodirga yaxshi gapirishim kerak, aka. 270 ming dollarga zo'r olibsiz, aka, arzonsiz. Yana bir 500 ming dollarga qo'y olsangiz, xudo xolasa, shu bilan mana shu hamma qo'yiga pulingizni tikasiz. Javob beraman, hozir 270 ming dollar mana shu qo'ylaringizni olib chiqsangiz bor, mana shu hamma odam guvoh sotolmaysiz pulga. Men sotishni olmadim. Ya'ni bu sotolmaysizda chunki. Sotishni olmadim-ku. Sotolmaysiz. 10 ta qo'y beraman shu pulga sota olsangiz. Sotolmaysiz, jon aka, tan olaylik. Yo'q. Yana qaytara olmayman, sotishni olmagan deb. Yo'q, xohlasangiz sotolmaysiz. Xohlamasam u. Yo'q, agar xohlasangiz, xohlab ko'ring. Baqaman, bu ko'paytirish uchun olganman-ku buni, seleksiya uchun olganman. Tushunmadi, seleksiya qilsangiz ham, kolleksiya qilsangiz ham 270 ming dollarga haqqoniy sotolmaysiz. Gap bunda ketmayapti. Yo'q, o'zi prosta shunaqa ketib ko'rsin gap. Aka, sota olasiz, mana qo'y bilan shug'ullanasiz, aka. Qo'y bilan shug'ullanadi. Kim shug'ullanadi qo'y bilan shu? 270 ming dollar mana shu qo'y sota olasizlarmi? Ikkita qo'y. Tushuntiryapman sizga. Yo'q, sota olganingizda. Yo'q, nimaga sotishim kerak? Sotishni olmaganman-ku uni. Voy, prosta Yo'q, sot. prosta sotgim kelmaydi, sotmayman. Chunki sota olmaysiz, aka. Men uni olib sotishni olmaganman-ku. Aka, 270 ming dollarga Nodirga bu qo'y sota olmaysiz, aka. Tan oling, hech bo'lmasa shunisi. Yo'q, nimaga sotishim kerak? O'zi sota olasizmi yo'qmi? Yo'q, nimaga sotmayman men uni? Mayli, xohlasangiz mana shu pulga olib chiqing, 200 mingga ham sota olmaysiz ikkalasini. Mayli, nech pulga sota olmayman. Sota olmaysiz va aka, Nodir aka, 270 ming dollar oson pul emas, aka. Oson topilmagan. Bu hozir aniq gapiryapsiz. U aytmasangiz ham понятное дело, что kichkina pul emas. Ma'lum, bu degani oshib toshib yotayotgandan emas. Yaxshi, boya aytdingiz mana 270 ta qo'y olaman desa, 10 ta uysiz odamga 10 qo'y uy olib bersa bo'ladi 25 ming dollardan. Mana yangi qo'yilib turar joy majmuasi tarasan 15 ming dollardan sotilgan bo'lsa, bir 20 ta odam uylik qilib olsa bo'lardi, mana shu qo'y puliga. Yoqmayapti to'g'ri gapim, to'g'ri, bularga ham yoqmayapti. Haqiqat shunaqa yoqmaydi. Lekin bu akam
Lekin men jonim nimaga aytyapti? 270 ming dollarga ne stoyit bu pulga shu qo'yni olish. Bu qo'yni Nodir akam endi yangi boshlaganlar, u payt tushunmaganlar, mana hozir tushunib oldilar. Hozir endi 100% 270 ming dollar ham qo'y olasan deb Nodir akam olib kelsa, Nodir akam "Ya, bir marta so'g'in ekan, men olmayman" dedi. Yo'q, olaman. Yo'q, bunaqasini olmaysiz. Aka, men bundan zo'r qo'ylarim bor. Aka, 270 ming dollardan beraymi? Zo'r degani nima bilan belgilaysiz shuni? Qarang, bola farzandi mana tug'iladigan bolasi bor. Bundan yaxshi tug'ilishi kerak demoqchimisiz? Bo'ldi, shunaqa tug'iladi. Qanaqa? Qanaqa masalan parametri? Shunaqa deb Parametri. Nima nazar tut, shuni yoriting. Masalan, qo'zi qo'chqor bundan